Bilarmidingiz? Tuya yer yuzidagi eng mukammal yaratilgan mavjudotlardan biri bo'lib, ko'pchilik hayvonlar bir necha soat ichida halok bo'ladigan sharoitlarda ham yashashi mumkin. Ular harorat 50 darajagacha yetadigan cho'llarda yashaydi. Shunga qaramay ular suv ichmasdan va dam olmasdan kilometrlab yo'l bosib o'ta oladi. Qanday qilib? Chunki Alloh ularni tanasiga joylagan mo'jizalar bilan yaratgan. Tuya o'rkachida suv emas, yog' saqlanadi. Bu yog' zarur paytda energiya va hatto suvga aylantiriladi. Uning qoni va hujayralari suvni nihoyatda samarali ushlab turadi. Shu sababli tuya bir necha kunlab suv ichmasdan yurishi mumkin. Cho'lda oziq-ovqat juda kam, asosan tikanli butalar va kaktuslar. Ammo tuyaning og'zi shunchalik mustahkamki, u tikanni ham jarohatlanmasdan chaynay oladi. Uning qalin juni jazirama issiqda tanani sovuq tutganidek, sovuq cho'l tunlarida esa uni iliq tutadi. Tuyaning oyoqlari keng va moslashuvchan bo'lib, yumshoq qumga botib ketmaslikka yordam beradi. Qum bo'ronlari paytida esa yanada hayratlanarli holat yuz beradi. Uning ikki qavatli kipriklari bir-biriga tutashib, ko'zlarini ko'r qiluvchi qumdan himoya qiladigan to'rga aylanadi. Har bir xususiyati aniq, har bir tafsilot maqsadli. Bu tasodifiy evolyutsiya emas, bu yaratilishdir. Alloh bizni tafakkur qilishimiz uchun shunday deydi. Ular tuyani qanday yaratilganiga qaramaydilarmi? G'oshiya surasi 17-oyat. Yaxshilab qarang, tuyaning har bir qadamida Allohning alomatini ko'rasiz.